Bismillahirrahmanirrahim. Sura Saffat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Was-saffati saffa. Sap bo'lib turgan. Faz-zajirati zajra. Düşmanlarga qarshi ot selib turgan. At-taliyati zikra. Allohdan madad tilab Kalamullohni tilovat qilib turgan g'azot qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, inna ilahakum lawahid. Sizlarning ilohinglar shak shubhisiz bir ilohdir. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatlidik. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. Allohning itoatidan chiqquchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan duhuran va lahum azabun wasib. Oq kuchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. İlla man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'ruq yulduz qo'g'lab ko'ydirib tashlaydi. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Ulardan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilg'uvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi? Ya bizning yaratganlarimiz, ya'ni osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng mahluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Bal ajibta va yaskharun. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxira qilishidi. Va idza zukkiru la yadhkurun. Ularga Qur'on bilan vaz nasihat qilinsa, vaz nasihatni qabul qilmaydi. Va idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Ular biror mo'jizani ko'rsa masxira qilishidi. Va qalu in hadha illa sihrun mubin. Ular bu ro'shan sehrdir. A idza mitna va kunna turaban va idaman a inna lamab'uthun. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangandan keyin rostli tirilamdik. Awa aba'una al-awwalun. Bizning burunqi otalarimizmi tirilamdi deydi. Qul na'am wa antum dakhirun. Aytqinki, ha, sizlar xor holda tirilisizlar. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Bir ovozni, ya'ni Isrofilning chalgan so'rini anglash bilanla
mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinadiganligiga qarishib turdi. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Ular, voy esit, bizga bu qiyomat kunidir deydi. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Bu sizlar inkor qilgan, haq bilan botil ayriladigan kundir. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Allah farishtalarga aytadi. Zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufridagi qoyashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. وقفوهم إنهم مسؤولون. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilinadi. ما لكم لا تناصرون. Ondan ularga nimishqa dunyodagi holatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. بل هم اليوم مستسلمون. Balki ular bugun bo'ysung'uvchilardir. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Ular bir-biriga qarab munozirlashadi. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Agash kuchilar, agash turguchilarga, sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib, bizni iymondan to'saytdinglar deydi. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Agash turguchilar, agash kuchilarga aytadi. Sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mo'min bo'lmadinglar. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. Parvardigorimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishlik bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uvchimiz. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'on edik. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Ular, ya'ni agash turguchilar bilan agash kuchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni agash turguchilar bilan agash kuchilarning hammasiga azob qilamiz. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalima tavhiddin takabburlik qilib bosh tortadi. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Ular ilohlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdik deydi. بل جاء
بالحق وصدق المرسلين. Hargiz undaq emas. Yani iş ularning bo'xton qilg'inidek emas. U, yani Muhammad alayhissalom haq dinni ilib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. إنكم لذائق العذاب الأليم. Ey gunohkorlar, sizlar cho'qim qattiq azobni tetig'uvchisizlar. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. إلا عباد الله المخلصين. Faqat Allohning sodiq bandalari jazoga tortilmaydi. أولئك لهم رزق معلوم. Ular ma'lum rizqdan, فواكه وهم مكرمون. ya'ni turli mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. في جنات النعيم. Ular nozu ne'matlik bog'larda, على سرر متقابلين. taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirdi. يطاف عليهم بكأس من معين. Ularga eqib turgan بيضاء لذة للشاربين. oppoq ishkuvchilarga lazzat beg'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turiladi. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Uningda mast qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mast bo'lmaydi. وعندهم قاصرات الطرف عين. Ularning yenida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahlo ko'zlik juptilar bo'ladi. كأنهن بيض مكنون. Ular oqliqda go'yo qo'l tagmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Ular, yani ahli jannat bir-biriga qarashib parang selishidi. قال قائل منهم إني كان لي قرين. Ulardan biri aytdi: "Mening bir do'stim bo'lib, يقول أئنك لمن المصدقين. u menga sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishonamsan? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chog'da biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdik deydi. قال هل أنتم مطلعون. U birodarlariga, sizlar uni, yani do'stimni ko'ramsizlar deydi. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. U qarabla uni, yani kofir do'stini do'zaxning o'ttirsida ko'rdi. قال تالله إن كدت لتردين. U, yani mo'min aytdi: Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ili toz qilib tikansan. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan billa do'zaxga hozir qilinganlardan bo'latdim. أفما نحن بميتين. Tunji o'lginimizdan boshqa o'lmamdik. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Azobga duchor bo'lmamdik. إن هذا لهو الفوز العظيم. Bu,
ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. لمثل هذا فليعمل العاملون. İşligüçler mushundoq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Bu, ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqqum darximi? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Shubhisizki, u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsoqlarini to'yg'izadi. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashtirmasini ichidi. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Ular haqiqatan ota-bovlarini gumroh bildi. فهم على آثارهم يهرعون. Ular ota-bovlarining izlaridan yugurdi. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. إلا عباد الله المخلصين. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qilg'uchidirmiz. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Biz uni va uning tavalarini cho'ng g'amdan, ya'ni suda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Uning naslini boqi qoldirdik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Keyinkilar, ya'ni keyinki avlodlar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdan edi. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suda g'arq qildik. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. İbrahimmu haqiqatan Nuhning diniga tavalardan edi. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Öz vaqtida
İbrahim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون O'z vaqtida u otasi Ozarga va qavmiga ularni ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? أئفكا آلهة دون الله تريدون Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar? فما ظنكم برب العالمين Olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga nemishqa gumon qilisizlar? فنظر نظرة في النجوم U yulduzlarga qaradi. فقال إني سقيم Ondan men haqiqatan kesal bo'lib qolaman dedi. فتولوا عنه مدبرين Ular uningdan yuz o'rib ayrilishdi. Ya'ni uni tashlab ketishdi. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون İbrahim asta ularning butlarining yeniga berib, masxiri qilish yuzisidan bu tamoqdan yemamsizlar? ما لكم لا تنطقون Nemishqa gap qilmaysizlar dedi. فراغ عليهم ضربا باليمين Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'li bilan urib, pochoqlashga kirishdi. فأقبلوا إليه يزفون Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yeniga oldirab soldirab kelib, biz ularga cho'qinib sen ularni chiqib tashlamsan dedi. قال أتعبدون ما تنحتون İbrahim aytdi: o'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar? الله خلقكم وما تعملون Holbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Ular İbrahim uchun bir bino selinglar. Uni o'tin bilan to'ldirib, o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar dedi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين İbrahim aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. رب هب لي من الصالحين Parvardigorim, menga bir yaxshi farzand ato qilgin." فبشرناه بغلام حليم Biz İbrahimga nihoyat muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين U İbrahimning ish kuchlariga yorug'udak bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab baqqina. Sening qandoq fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nemiga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, uningga meni sabr qilg'uchi topsan."
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ İkisi Allah'ның əmriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ Biz uningga: "Ey İbrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ." Heyliqi tushni ishqa oshirding. Ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'chqorni berdik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Keyinkilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. İbrahimga salom bo'lsin. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Uningga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan İshaq bilan xushxabar berdik. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. İbrahimga va Ishaqqa dinning va dunyoning barakatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qilguvchilarmi, gunoh va kufr bilan o'ziga oshkora zulm qilguvchilarmi chiqadi. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Ularni va ularning qavmini, ya'ni Bani İsroilni cho'ng g'amdin, ya'ni Fir'avnning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavrotni berdik. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Keyinkilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. İlyasmu haqiqatan payg'ambarlardandir. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: Allohdan qo'rqmamsizlar? أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Sizlar yaratquchilarning eng afzali Allohni tark etib Ba'li nomliq butqa cho'qinamsizlar?
الله ربكم ورب آبائكم الأولين. Allah sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bobonglarning parvardigoridir. فكذبوه فإنهم لمحضرون. Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki, ular azobga hozir qilinadi. إلا عباد الله المخلصين. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. وتركنا عليه في الآخرين. Keyinkilar ichida uningga, ya'ni İlyasqa yaxshi nom qoldirdik. سلام على الياسين. İlyasqa bizdan salom bo'lsin. إنا كذلك نجزي المحسنين. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. إنه من عبادنا المؤمنين. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. وإن لوطا لمن المرسلين. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. إذ نجيناه وأهله أجمعين. O'z vaqtida Lutni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. إلا عجوزا في الغابرين. Faqat Mumay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. ثم دمرنا الآخرين. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib tursizlar. وبالليل أفلا تعقلون. Sizlar tushunmamsizlar? وإن يونس لمن المرسلين. Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. إذ أبق إلى الفلك المشحون. O'z vaqtida u qavmidan qechib kishilar bilan to'shqan bir kemiga chiqib oldi. فساهم فكان من المدحضين. Kemidagilar chak chiqqan odamni dengizga tashlab kemining yukini yeniklatish uchun chak tashlashdi. Yunus chakda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. فالتقمه الحوت وهو مليم. Uni cho'ng bir beliq yutib etdi. U qavmini tashlab Parvardigorining iznisiz chiqqanligi uchun ayiblanishga tegishlik edi. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين. Agar u tasbih aytquchilardan bo'lmasa edi, لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. beliqning qornida albatta qiyomatgacha qolatdi. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga beliqning qornidan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Uning ustiga soyi tashlab turish uchun bir tub kavini o'stirib berdik. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Uni biz 100,000, balki buningdanmi ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. آمنوا فمتعناهم إلى حين. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chog'da iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajali yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Ey Muhammad, ular, ya'ni ahli Makkadan so'rab baqqinki,
qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi? Am xalaqnal malaikata inathan wa hum shahidun. Yoki biz farishtalarni kishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Ala innahum min ifkihim la yaquluna. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Aladallohu va innahum lakadibun. Allohning bolasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Asqafal banati alal banina. Allah o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Lakum kayfa tahkumuna. Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Afala tadhakkarun. Fikr qilmamsizlar? Am lakum sultanun mubin. Yoki Allohning bolasi borligiga aniq pokitinglar bormi? Fa'tu bi kitabikum in kuntum sodiqin. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavrotni elib kelib, menga ko'rsatinglar. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Ular Allah bilan jinlarning orasida qudu bojliq bor deb jo'yladi. Jinlar shak shubhisiz biladi-ki, ular, ya'ni shu so'zni qilg'uvchilar do'zaxga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekidi. Subhanallohi amma yasifuna. Allah Allahning bolasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Illa ibadallohil muxlasin. Lekin Allahning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allahni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Fa innakum wa ma ta'buduna. Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Allah do'zaxga kirishni putivatgan kishidan boshqa antum alayhi bifatinina. Hech ahadini ozdirolmaysizlar. Illa man huwa salil jahim. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdirolmaydi. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Farishtalar aytadi, bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Wa inna lanahnu as-saffuna. Biz haqiqatan ibodatda saf tortib turg'uvchilarmiz. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytquchilarmiz. Wa in kanu la yaquluna. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha law anna 'indana dhikran min al-awwalin. Agar bizda burunqilarninkidak, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, lakunna ibadallohil muxlasin. Albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'latdiq deydi. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrining oqibatini biladi. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Innahum lahumul mansurun. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Wa inna jundana lahumul g'olibun. Bizning qo'shinimiz
cho'qim g'alaba qilg'uvchilardir. فتول عنهم حتى حين Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turg'in. وأبصرهم فسوف يبصرون ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. أفبعذابنا يستعجلون Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Azab ularning hoylisiga tushgan chog'da ogohlantirilg'uvchilarning atigini nima degan yomon? وتول عنهم حتى حين Ulardan vaqtliq yuz o'rib turg'in. وأبصر فسوف يبصرون ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatliganlaridan pokdir. وسلام على المرسلين Payg'ambarlarga salom bo'lsin. والحمد لله رب العالمين Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga